Bu darsimizda driverlarni qanday qilib onlayn tarzda yangilashni ko'rib chiqamiz. O'tgan safar Drivepack orqali offlayn yangilagandik. Endi onlayn yangilaymiz. Bizga ushbu dastur kerak bo'ladi. Ushbu dasturga kiramiz. Kirganimizda bizdan qidirib oling deb so'raydi. Pusuk beramiz. Ya'ni pusukka bosamiz. Ozgina kutib turamiz. Eslangdan chiqmasin, bu dastur onlayn ishlaydi faqat. Mana chiqdi. Bizning kompyuterimizdagi bor driverlar haqida ma'lumot beradi bu tomonda. Mana aktualniy degani bu qo'yilgan degani. Biz o'zimizning kompyuterimizga qo'yganimizda bo'lgani uchun ham shunaqa chiqyapti. Sizlarda esa xuddi shunga o'xshab chiqadi, chunki sizlarda ko'pchiligi yangilangan bo'lmaydi. Sizlar belgilaysizlarda obnovить все qilasizlar. Mana obnovить все. Bunga bitishga qo'yasizlar va OK qilasizlar. Endi ozgina kutib turasizlar. Buni yuklab oladi. Через internet orqali yuklab oladi. Yuklab olgandan keyin avtomatik перезагрузкаga bitta bosib qo'ysalaring, bu driverlar o'zi yuklab bo'lingandan keyin avtomatik avtozagruzka berib o'chib yonadi.